Eng qizig'i, hammamiz boshqa Yevropa davlatlariga borsak, Yevropada bitta pista po'chog'ini ham tashlamas ekan, maxsus joyga tashlar ekan, axlatini bu ekan, unisini bunga, bunisini bunga qilar ekan. Ular o'zi aslida buni bizdan o'rgangan. Ular bizdan o'rgangan. Musulmonlardan o'rgangan. Shuning uchun ham Arabistonda uzoq yillar muftiy bo'lib o'tganlardan birlari hech boshqa davlatga bormagan ekanlar. Kasal bo'lib majbur Avropaga olib kelingan ekan. Avropada davolanib qaytib kelganda shogirdlari ko'rishib, "Hazrat, nima ko'rdingiz Avropada?" desa, "Avropada islomni ko'rdim-u, musulmon ko'rmadim. O'zimizga kelib musulmonni ko'ryapman-u, islomni ko'rmadim" degan ekanlar. Ya'ni qilish kerak bo'lgan ishlarni qilyapti, ammo musulmon emas. Bizda esa hamma musulmonlikni da'vo qilyapti, lekin islomni ko'rmayapman deb yig'lagan ekanlar. Aslida mana shu hamma maqtalayotgan narsalar hammasi islomdagi azizlar. O'sha ko'chaga axlat tashlamaslik deymizmi? Ularning muomalasi deymizmi? Va'daga vafo deymizmi? Hammasi. Birortasi kech qolmasdan to'g'ri keladigan bo'lsa, va'dasiga aytgan soatiga kelsa aytamizki, bular o'sha nemis hisobida yuradi-da deymiz. Yo'q azizlar, aslida musulmon shunaqa bo'lish kerak. Va'da qarz degan narsa bo'lish kerak. Va ko'chaga ozor bermaslik degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisini eshitgan odam hijolat bo'lish kerak. Chunki hadis eshitib qoldi. Ozor berishlik yomon. Arzimagan bo'lsa ham bu ozor. Ana bundan saqlanishligimiz lozim bo'ladi.